Assalomu alaykum. Ixlosgate YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari, ko'rib turganlaringdek yana bitta fayzli xonadonimizni hovli qismiga P shaklda qilib, shumkali navesimizni ustanovka qilib berdik. Hozirgina ishlarini yakunlab egalariga topshirdik, xudo xolasa. O'ta ideal holatda chiqqan. E'tibor berasizlar, kirishda, darvozaxonadan kirishda 10 metr joyini общий nima ishlangan bo'lsa, hamma joyini lazerli fasonda qilib tayyorlab berganmiz. Ustunlari, tepadagi xorillari, undan tashqari asosiy ketgan firmalarining ichigacha hammasi lazerli listlardan foydalanib qilingan. Общий kvadrati bu joyimizniki 220 kvadratdan oshiqroq joyga qilib berganmiz. 2 etajli qilib uyni solishgan ekan. Biz kelganimizda bu joy atrofi bo'm-bo'sh bo'lgan. Biz 4 burchak qilib mana shunday holatda qilib berganmiz. Endi razmerlarini sizlarga aytib o'tadigan bo'lsak, darvozaxonani bitta ko'rsating. Bu darvozaxonadan kirish, darvozaxonadan kirganlaringda 10 metrli mana shu joyimizga bu taraf devorgacha 10-30, enini 4,5 metr mana shunday holatda qilib berganmiz. 4,5 metrli razmer bo'ladigan bo'lsa, sizlardagi ham xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Endi bu tarafimiz, opkeng, bu tarafi sal arzonroq variantda qilingan. Tepasiga qo'yilgan firmalarimiz oddiyroq fasonda bo'lgan. Bu tarafimizning razmeri ko'rib turgan tomonlaring devorgacha bo'lgan qismi 17 metr, eni 3,5 metr holatda ko'rinishida bo'lgan. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Aylanasi bu tomoni devor tarafimiz ham uzunligi narigi devorgacha 20 metr, u taraf yana 17 metrga 4,5, bu tarafimiz 20 metrga 3,5 metrli razmerda bo'lgan. Endi bu taraf qo'shni tomon bo'lganligini hisobiga qo'shnilarga ziyoni tegmasligi uchun bu tomonlarga ham stoykalarni qo'yib berganmiz. O'zi asli o'zlaringning hovlilaring bo'ladigan bo'lsa, bu tomonga stoyka shart bo'lmaydi. Endi bu stoyka qo'yilmasa, sal joyga kattaroq ko'rinishiga foyda beradi. Bu navesimiz 3 qavatli bo'ladi. Nima-nimalardan iborat? Men sizlarga hozir bir qator materiallarni ko'rsatib qo'yaman. Shu 3 qavatli deganimiz nima-nimalar kiradi, shularga bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Ozgina narsalari qolgan mana sizlarga. Bu DVP fanner, zavodskoy kraskalangan, oppoqqa kraskalangan fanner bo'ladi bu. Mana shu ko'rinishga o'xshab oppoq bo'lib ko'rinadi. Bundan keyin mana bunga o'xshagan 0,5 qalinlikdagi falga qo'yamiz. Falga qo'yiladi. Buni ustiga keyin 0,4 qalinlikdagi profnastil qotirib beriladi. Xullas 3 qavatli bo'ladi. Endi bu 3 qavatli bo'lishini foydali tomoni nima deydiganlarga? Birinchi o'rinda yoz kunlari issiqda o'tkazmaydi. Qishda har xil shovqinlarda o'tkazmaydi, tinch holatda turadi. Hovlilaring quruq turadi. Xullas ko'p narsadan sizlarga foydasi tegadi. Endi bu navesimizda mana shu darvozaxonadan kirgan ko'rinish varianti 1 kvadrati 430 ming so'mdan bo'lgan. Sababi ustunlari, tepasida ketgan xorillari, asosiy qo'yilgan firmalarimiz hammasi lazer gullardan foydalangan bo'lganligimiz uchun 1 kvadrati 430 ming so'm. Endi bu tarafimizda 1 kvadrat metri mana shunday ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, tepalari oddiy variantda bo'lsa 380 ming so'm bo'ladi. Endi bana gullar menga lazer gullari shart emas. Oddiy stoykalik 8 ga 8 yo 10 ga 10 qo'yib beraverasizlar deydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, 300 ming so'mdan 350 ming so'mgacha oddiy variantda qilib tayyorlab beraveramiz. Menga shumkali emas, menga leksalli o'sha polikarbonatli bo'lsin deganlarga 1 kvadrat metrini 350 ming so'mdan boshlab 550 ming so'mgacha tayyorlab beraveramiz. Bu narxlar Vodiy va Toshkent, Sirdaryogacha shu narxda bo'ladi. Sirdaryodan u tomoniga ham shu narxlar bo'ladi, faqat 100 kvadratdan oshsa keyin boramiz ki yo'l kiralarini berishadi. Undan kam 50-60 kvadratga biz uzoqlarga boradigan bo'lsak, mehnatimizga qoplamay qoladi. Endi yana bitta narsani sizlarga aytib qo'ymoqchimiz. Ko'rsatingda tepasi. Mana shu razmeri mana 3,5 metrli razmer. 3,5 metrga kvadrati 380 ming so'mdan agar sizlar bu tarafga ham stoyka qo'ydiradigan bo'lsalaring, mana shu tarafga stoyka qo'yilgan stoykalarni pulini alohida qo'shiladi. Sababi masofa kichkina bo'lganligi uchun. Agar 6 metrdan tepada 6 metr, 7 metr, 8 metr eni shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar ham ichiga kiradi. 3 metr, 4 metr oraliq bo'ladigan bo'lsa, bu stoykalar biz rasxotimizga qoplamaganligi, masofa kichkina bo'lganligi uchun bu qo'yiladigan stoykalarga pul qo'shiladi. Agar 6 metrdan katta bo'ladigan bo'lsa, buni ham ichida qilib beramiz. Xullas, bu joyga umumiy summasi 80 million so'mga yaqinga qilib berganmiz. Polni full materiallardan qilib berganmiz. Hammasini stenkalarni qalin holatda qilib tayyorlab berganmiz. Video davomida sizlarga o'sha chekkani bitta ko'rsatib qo'ying uzunligini. Ash ko'rib turgan tomonlaring darvozaxonadan kirishda chap tomonda
17 metrga 4,5 metr bo'lgan. Uzun holatda bitta ko'rsating. Buni darvozaxonalarga qisalaring ham bo'laveradi. Darvozaxonalarga qisalaring bittada ko'p narsadan qutulasizlar. Sababi temir bo'ladi. Keyin patolog qilishlari ham shart bo'lmaydi. Vaqtlar, yillar o'tgandan keyin tepasi o'zgarishi mumkin. O'shasini o'zini almashtirasizlar. Qolgan narsasi temir bo'lganligini hisobiga yana xizmat qilaveradi. Xullas sizlarga bittada qutulasizlar. Unga patologga alohida usta olib kel, tomiga alohida usta olib kel degan narsa bo'lmaydi. Shu bitta bilan sizlarga foydali tomoni shu bo'ladi. Kraska, dastavka, ustanovka hamma materiali ichida mana shunday ko'rinishda 380 ming so'm, agar lazerli variantda bo'ladigan bo'lsa 430 ming so'm bo'ladi. Uyda egasidan boshqa hech narsa talab qilinmaydi. Kimga shunaqangi shumkali va leksali variantdagi naveslar kerak bo'lsa, ekranga raqam qoldirib qo'yamiz. Undan tashqari yana yoddan ham etib qo'yamiz. 91 lik 284 0094 raqamiga aloqaga chiqsalaring O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bu obyektimiz Farg'ona viloyati Farg'ona shaharga bo'lyapti. O'zimiz xizmat ko'rsatadigan joyimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida va Uchko'prik tumanida sexlarimiz joylashgan. Aloqaga chiqaverasizlar.